Assalomu alaykum, hurmatli dam oluvchilar. Men Toshkent shahri Sergeli tumanidan kelganman. Butik xodimlarini judayam yaxshi ko'rdim. Bir-biridan mehribon ish qilib, keling xola deb darrov kulib kutib olishadi. Doktorimizga ham katta rahmat. Ish qilib, bilib muolajalarni yozib beradilar. Mana men qariyb 40 yildan beri kelaman shu yerga. Shularni yaxshi so'zlari uchun kulib kutib olishlariga Allohga ming qatla shukr. Hamma yog'im mana kelgan sarim davolanib, yaxshi his qilyapman o'zimni. Bu yerda endi mana servodorod suvi bor. Judayam odamga foydali, har tomonlama. Kuyganga, singanga, chiqqanga. Mana men o'z ko'zlarim bilan ko'p ko'rdim shu yerda shunaqa davo topib ketganlarni. Men ham shu suv uchun kelaman. Xudoga shukr, yaxshi mana. Har tomonlama foydasi judayam katta. Dunyo bo'yicha 2 ta shunaqa joy bor ekan. Bittasi mana bizani shu Farg'onada Oltinguvurt suvi. Xudoga shukr. Hamma yog'imiz yaxshi bo'lyapti mana. Minnatdorman men menga. Shu anaqalarni nima deydi, shivo baxsh xonalarni, shu shivo baxsh joyini tiklagan, ish qilib, direktoriga ham katta rahmat. Baraka topsinlar. Bundan 2 yil oldin kelganimda 12 ta bolalarni o'g'il to'ysini qilib berdilar. Rosa konsertlar bo'ldi, o'shalarga mukofotlar berdilar, ota-onalariga mukofotlar berdilar. Baraka topsinlar. Topganlariga Alloh baraka bersin. Tanlari sog' bo'lsin.